narsani aytmoqchi edim-da sizlarga. Uxlashda emasida videoyim chiqib ketdi-ku, keyin kommentariyaga yozishibdi, halovat deydi. Ibratlar hozirgi zamonda-chi, hozirgi zamonda ozgina ko'p uxlab qo'ysangiz, oldingizdan bitta minora o'sib chiqyapti-da. Shunaqa zamon tez rivojlanyapti. Qolib ketyapman deb o'ylamayapsizlarmi o'zingizlar miyalarda? Tengdoshlarimdan, do'stlarimdan, atrofdagi insonlardan, ilm tomonlama, pul tomonlama, hayotiy motivatsiya tomonlama qolib ketyapman deb o'ylamaysizlarmi hech ham? Shu ko'p uxlaydigan insonlarga savolimda. Men qimor o'ynayman-da, menda balkim halovat yo'qdir, bilay. Xo'p, men zato maqsad bilan har kuni ertalab uyg'onaman. Erta uyg'onaman. Men hozir soat 11 oldi, 12 da uxlasam ham 7:30 da uyg'onaman-da. Erta turishga harakat qilinglar, chunki kun juda tez o'tyapti. Ulgurmay qolasizlar. Bir pasda 30 ga kirasizlar, bir pasda 40 ga kirasizlar. Bu 40 yil